bu xatolarni qilganimda hayotda 25 kilogramm tashlay olmasdim. Birinchisi och yurish. Odatda bizani kam yeyishga bo'lgan motivatsiyamiz faqat ertalab bo'ladi. Kechqurun esa hamma uxlagandan keyin xolodilnikka hujum boshlanadi. Ozishda eng muhimi me'yor. Kuni bilan och yurishingiz sizni ozdirib qo'ymaydi. Ikkinchisi shirinliklarni taqiqlash. Shirinlikni sevuvchi inson sifatida shuni bemalol ayta olamanki, 3-4 kun shirinliksiz yashay olmayman. Ana keyin bitta shokoladni o'rniga 20 ta shokolad yeb boraman. Undan ko'ra har kuni me'yorda yeb yurganim yaxshiroq. Uchinchisi boshqalarni o'zimiz bilan solishtirish. Qo'shni Ayzapani qizini jiyani 5 kilogramm ozibdi, men esa 1 kilogramm, bo'lmabdi deb tashlab yuboradigan bo'lsangiz, juda yomon. Har bir organizm individual. Solishtirish sizni demotivatsiya qilyaptimi? Qaramang boshqalarga. Undan ko'ra menga obuna bo'ling, ozish uchun foydali maslahatlarni bilib olasiz.